Qarindaşlar, bu mening bütün tuqqanlarim, bu tuqqanlarimdan hech qanday izdirik yo'q. Birini kampiga atmış, birini 5 yillik kesken. Men u yüzden bir guvallık çıktım. Hem qarindaşlar, sizlarning qarindaşlaringlar, tuqqanlaringlar bardi. Hammaylar chiqayli, hammaylar bu ovoz qo'shayli bu namoyishga. Hammamizning ishi uyda o'tirib olmayli, hammaylar chiqayli. Assalomu alaykum. Qarindaşlar, bizim konsulun oldidagi faoliyatimiz davomlashyapti. Mushu faoliyatimizning izchil davomlashi uchun barliq qarindoshlarimizni, mushu irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan qarindoshlarimizni mishaga chiqib taklif qilamiz. Miyadagi sonimizning oz bo'lib qolishi bilan bu ishimizniki oyog'i uzilib qolmasin. İmkanı bor qarindoshlarimizniki mishaga kunni kun oshirib bo'lsin, navbatlashib mushu millat navbatini davomlashtirishini umid qilamiz. Alloh taolo mushu oddiy qilgan bo'lsin-mi, xolis qilgan xizmatimizniki natijasini o'ylamagan yerdan berib qilishini umid qilamiz inshaalloh. Endi qo'limizdan boshqa ish kelmagandan keyin qarindoshlar mush ishni o'simi davomlashtirib bir natija chiqishchilik, oxirgichilik elib chiqishni umid qilaman. Hamma qarindoshlarimizni mishaga taklif qilaman. Rahmat. Qarindoshlar, qanday ahvoling? Allohning salomat qilsin, salomat bo'linglar. Qarindoshlarim, sukutmanglar. Sharq Turkiston hammamizning Sharq Turkiston uchun Allah rizolik uchun, Sharq Turkistonning hurlik uchun tirishinglar. Bu safar hammaning qo'shilib umid qilaman. Zalim Xitoyning tajovuzchi zalim Xitoyning jinoyatini butun dunyoga oshkor qilaylik. Sukutmanglar, hammanglar chiqib bu safar qo'shilib umid qilaman. Allah hammangdan rozi bo'lsin.